birgina отвертка yordamida yana benzopilalarni qanday to'g'ri ligirovka qilishni to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, benzopilamiz. Yurg'izamiz buni birinchi. Ligirovkasi hozir joyida emas, shuning uchun yurishga qiyin bo'ladi. Endi shunaqa holat bo'layotganda birinchi rezbani ozgina orqaga qaytaramiz. Ikkinchi rezbasini ham xuddi shunday ozgina orqaga qaytaramiz. Qaytarib olgandan keyin yana boshdan bir yurgizamiz. Ko'rishingiz mumkin, zavod bo'lishi, ishlashi juda ham zo'r bo'ldi. Keyin yana bitta narsa, benzopila xarid qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak aslında? Gilzasi, oq gilzalisini oling, hamda 58 karburatorli, hamda gilza porshini ham 58 bo'lsin. Eng ahamiyat beradigan tomoni sirg'ali, chashkasi sirg'alisini olsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Aynan bizda shunaqa benzopilalar skidkaga qo'yib qo'yganmiz, hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Bu benzopilalarimiz Royal, Hammer, Wonder hamda Champion brendiga tegishli benzopilalarimiz. Bu benzopilarimiz narxi attiga 490 ming so'm, 58 gilza porshini sifati zo'r. Qo'shimchasiga bitta sepi bilan to'liqroq ma'lumot olishni xohlasanglar, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hamda Polvon Gulistonga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.